Demak, assalomu alaykum hammaga. Bugun va'da qilingandek geometriya darslarini davom ettiramiz. Bugun 4-darsimizga keldik, ya'ni to'g'ri burchakli uchburchak haqida bugun gaplashamiz. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak nima? Xo'p, Pifagor teoremasi. Xo'p, to'g'ri burchakli uchburchakda burchaklar koeffitsentlari orqali topish, keyin proyeksiya haqida gaplashamiz. Demak, ekran ko'rinayotgan bo'lsa, bitta plius qo'yib yuboringlar. Ekran ko'rinayotgan bo'lsa, plius qo'yib yuboringlar. Xo'p, ekran ovoz. Shuni aniqlab olaylik, keyin darsimizni boshlaymiz. Xo'p. Zo'r. Demak, davom etamiz. Yaxshi. Xo'p. Demak, birinchi o'rganadigan qoidamiz bizga to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor teoremasi. Bu Pifagor teoremasi eng asosiy qoidalarimizdan biri hisoblanadi. Xo'p, Pifagor teoremasi nima deyapti? Xo'p, Pifagor teoremasi. Xo'p, bitta burchagi 90 gradus bo'lsa, xo'p, uning gipotenuzasi, bu yerda gipotenuza C ga teng. Bu gipotenuza. Xo'p, gipotenuza. Xo'p, A va B bu yerda katet. Xo'p, bu chizmada xo'p, A bo'lib qolibdi bu gipotenuza, C va B katet. Katetga teng. Endi aytadi, gipotenuzaning kvadrati katetlar kvadrati yig'indisiga teng deydi. Xo'p, isboti bitta oddiy kvadratdan kelib chiqqan. Kvadrat chizamiz, kvadratning ichiga ham bitta kvadrat chizamiz. Qaraymiz. Kvadrat tomoni bo'limda qaraymiz. O'zi A, B. Xo'p, ikkita bo'limda. Bu ham A, bu B. Yozamiz keyin. Bu A, bu B. Xo'p, B bo'ladi, bu A bo'ladi. Endi ichi ham har xil bo'lib qoladi, ya'ni A bo'lsa, xo'p, bu C bo'ladi. C tomon. Endi yozamiz. A plus B ning kvadrati nima teng bo'ladi? 4 ko'paytirilgan AB taqsim 2. AB 4 ta qaraymiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. To'rtta tomoni shu ikkita. Plus C ning kvadrati. Endi buni soddalashtirsam bu yerda ikkita qoladi. Xo'p, ochib chiqsam nima bo'ladi? A kvadrat plus B kvadrat plus 2AB plus teng bo'ladi 2AB plus C kvadrat. Endi qaraymiz, 2AB bilan tarafdan qisqarsa nima qoladi bizga? A kvadrat plus B kvadrat teng C kvadrat degan narsaga kelamiz. Ya'ni mana qaraymiz. Hozir bu tasvir boshqacha turibdi. Mana bunday turibdi. A, B, C masalan shu o'lchak berilgan. Demak, gipotenuzamiz C bo'lyapti. Ikkita katetimiz A va B bo'lyapti. Tushunarli, ha? Xo'p, birinchi misolga qaraymiz. Bizga nima yapti? Bitta kateti demak 2, ikkinchi kateti 3 bo'lsa, xo'p, gipotenuzasini so'ragan. Nima deymiz? 2 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati. Bizga nima ayting? 4 plus 9. Ya'ni ildizosti 13 ga teng bo'ladi. Tushunarli? Demak, ildizosti 13. Xo'p, ikkinchisiga gipotenuzani so'ragan, ya'ni x ni. X nima teng? 3 plus 5. Ya'ni ildizosti 3 ning kvadrati plus ildizosti 5 ning kvadrati. Bu ildizosti 8. 8 biz nima deymiz? 4 ko'paytirilgan 2 desak, 4 dan 2 ildiz chiqadi. Bu bizga 2 ildizosti 2 ga teng. Tushunarli, ha? Xo'p, 3-savolga nima qilamiz? Demak, bu 4 burchak shaklida berib turibdi. B bilan D ni tutashtiruvchi bitta to'g'risiz o'tgan. A dan C ga o'tkazamiz. Mana. Demak, bu yerda nima hosil bo'ldi? Uchburchak ABC va uchburchak ADC. Ikkita uchburchak hosil bo'ldi. Endi qaraymiz. Pifagor teoremasiga ko'ra 6 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati nimaga teng? Mana bu yerda 10 ning kvadrati, ya'ni 10 ga teng. Endi mana bu yerda x topib qo'ysak bo'ladi-da. 10 ning kvadrati nimaga teng? 5 ning kvadrati plus x ning kvadratiga. Demak, 100 minus 25 nimaga teng? X ning kvadratiga. X ni topsak bu yerda ildiz-ostida 75. 75 nima deymiz? Ildiz-ostida 25 ko'paytirilgan 3 deymiz. Xo'p, 25 dan nima chiqadi? 5 ildiz chiqadi. Demak, 5 ildiz-ostida 3 ekan javobimiz. Tushunarli, ha? 5 ildiz-ostida 3.
Xo'p, keyingisiga qaraymiz. Xo'p, bu ön ekan. Qarang, bu S bo'ladi, bu ön. Ya'ni gipotenuz bo'lib turibdi. Demak, BC katet 6. Demak, bu yerda mana bu tomon nechilik kelib chiqadi? Tomonimiz o'nning kvadrati teng 6ning kvadrati plus x ning kvadrati deymiz. Mana bu tomonni x deb turaylik. Xo'p, bu yerdan 100 minus 36 teng x kvadratga. X bu yerdan 64 chiqadi, x kvadrat, x teng 8. Demak, mana bu taraf 8 ga teng. Endi qaraymiz. 8 bu 8 va 6 plus 2. Tomon 2 ga bo'lindi, demak ikkita tomonni birlashtirdik. Yozaman. 8 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati x ning kvadratiga teng. Endi 64 plus 64 ilzosida 128. Buni nima deymiz? 8 ilzosida 2 ga teng deymiz. Xo'p, keyingisiga ham shu qoidani qo'llaymiz. Demak, bu taraf 6, bu yoq 2. Buni bitta y deb turaman. 6 ning kvadrati teng 2 ning kvadrati plus y ning kvadratiga. Demak, 36 minus 4 y kvadratga teng. Bu yerdan y ni topsam, xo'p, ilzosida 32. Ilzosida 32 ni, xo'p, nima deyman? 4. Xo'p, 4 ilzosi 2. 4 kara 8 deymiz. 16 kara 2 deymiz. 4 ilzosi 2. 4 ilzosi 2 demak mana bu taraf. Endi yozaman. 4 ilzosi 2 ning kvadrati plus 7 ning kvadrati x ning kvadratiga teng. Demak, soddalashtirsam. Xo'p, 49 plus 32. 32 plus 49 teng x ning kvadratiga. Xo'p, bu yerdan x ning kvadrati teng 81 chiqadi. Bu yerdan x ning 9 ga kelib chiqadi. Demak, gipotenuzamiz 9 ga teng. Xo'p, keyingisiga ko'ramiz. Endi qaraymiz. Uchburchak qoidasiga ko'ra, mana bu tarafni bitta umumiy y deb turamiz. Y ni topsam nima bo'ladi? 5 ning kvadrati teng ekan 4 ning kvadrati plus xo'p, y ning kvadratiga. Demak, 25 minus 16 teng y kvadrat. Xo'p, y teng ilzosi 9. Bundan nima chiqadi y? 3 chiqadi. Men y deb nimani oldim? X plus 1 ni oldim. X plus 1 3 ga teng bo'lsa, x bu yerdan 2 liga kelib chiqadi. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. Xo'p. Tomoni 10. Xo'p, bu 17. Xo'p, 17 21. Demak, mana bu x teng. Qaraymiz. Balandlik bitta tomonni a deb olsak, masalan, mana buni a deb olsak, bu 21 minus a bo'ladi. Ya'ni balandlik tushirgan payti teng kesmalarga ajraladi. Demak, bunda nima kelib chiqadi? Ikkita balandligi teng. Pifagorni qo'llasam, x ning kvadrati, x bu yerda balandlik bo'lib turibdi o'zi. A ning kvadrati. Xo'p, x ning kvadrati plus a ning kvadrati teng 10 ning kvadratiga teng. Bu tarafda esa x ning kvadrati plus 21 minus a ning kvadrati 17 ning kvadratiga teng. Endi x kvadratlarni topaman-da, topib tenglashtiraman, yozaman. 10 ning kvadrati minus a ning kvadrati teng. Xo'p, 17 ning kvadrati minus xo'p, 21 minus a ning kvadratiga. Endi ochib chiqamiz, yo bo'lmasa soddalashtiramiz. 21 minus a ning kvadrati minus a ning kvadrati teng 17 ning kvadrati minus 10 ning kvadrati. Endi ikkita qavs qilaman. A minus b, a plus b. Nima qoladi shunda? 21 ko'paygan 21 minus 2ta. Xo'p, buni ikkita qavs qilsam, 7 ko'paytirilgan. Xo'p, 27 xo'p 289 minus 100. Ya'ni 7 ko'paytirilgan 27 ko'paygan 9 deymiz. Endi qisqartirsam nima qoladi? 21 minus 2ta, 21 minus 2ta. Xo'p, teng bo'ladi bizga adashib ketdim. 2ta a ham teng bo'ladi 12 ga. 12 ga teng bo'ladi soddalashgan payti. A bu yerdan 6 liga kelib chiqadi. Demak, qaramiz, mana bu yer 6 bo'lsa, 6. Demak, 6 bo'lsa, mana bu 21 minus a ni so'ragan. 6. Endi qaramiz, 10 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati nimaga teng? Teng
x ning kvadratiga. Demak, bu yerdan x topsak 100 minus 36. Bu yerdan x ning kvadratiga teng. X bu yerdan xo'p 64 chiqadi. X teng 8. Demak, bizda h baraligimiz 8 ga teng ekan. Demak, birinchi qoida bo'yicha qaysi biriga tushunmadinglar? Birinchi qoida tushunarlimi? Birinchi qoida tushunarlimi? Demak, birinchi qoidamiz tushunarlimi? Birinchi qoida tushunarlimi? Tushunmagan bo'lsangiz yozinglar yoki gapiringlar. Assalomu alaykum, men tushunmadim. Qaysi biriga? 7ga. 7ga. Xo'p, 7 ni ko'ramiz qaytadan. Qaraymiz, mana bu 21, общий 21. Mana bu yerni a desam, mana bu 21 ni berishi uchun, mana bu 21 minus a ga teng. Tushunarlimi? 21 minus a ga teng. Endi nima qilaman? Pifagorni qo'llasam, x ning kvadrati plus a ning kvadrati teng manga 10 ning kvadratiga. Endi ikkinchisida x ning kvadrati plus 21 minus a ning kvadrati nimaga teng? Xo'p, 17 ning kvadratiga teng. Mana bu gipotenuzasi bular ikkovi uchun. Endi nima qilaman? X kvadratni topaman. 10 ning kvadrati minus a ning kvadrati. Pastdagidan topsam, xo'p, 17 ning kvadrati minus 21 minus a ning kvadratiga teng. Endi uchburchak uchun balandlik umumiy ikkovini tenglayman. 10 ning kvadrati minus a ning kvadrati xo'p teng ekan 17 ning kvadrati minus 21 minus a ning kvadratiga. Endi yozaman, 21 minus a ni bu yoqqa olib o'taman, 10 ning kvadratini bu tarafga olib o'tkazaman. Xo'p, 21 minus a ning kvadrati minus a ning kvadrati teng 17 ning kvadrati minus 10 ning kvadratiga. Endi yozaman, mana ikkita qavs qilaman. 21 minus a, ikkinchisi 21 minus a plus a teng 17 minus 10, 17 plus 10. Endi mana soddalashtiraman. 21 minus 2ta, buni qo'shsam, mana a'lar qisqaradi, ko'paygan 21. Buni soddalashtirsam 7, bundan 27 chiqadi. 27. Endi qaraymiz. Mana bu bilan mana bu ketadi. 27 bilan 27. Xo'p, 7 ketadi, mana bu yerda 3 qoladi. 3 bilan bu ketsa, mana bu yerda 9 qoladi. Xo'p, yozaman. 21 minus 2ta am 9 ga teng. Xo'p, bu yerdan 2 am nimaga teng? 21 minus 9. Xo'p, bu bo'ladi 12. A ni topsam 6 ga teng. A 6 ga teng. Mana bu yerga keltirib qo'yaman endi. A 6 mi? Mana bu yerga keltirib qo'yaman hammayni. Xo'p, x ning kvadrati teng 100 minus 36. Bu yerdan 64 chiqadi. Demak, qanday sonning kvadrati 64 ga teng? Bu yerdan x o'zidan 8 kelib chiqadi. Xo'p, endi tushunarlimi? Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, plus qoldiring, bo'lmasa boshqacha usulni ham ko'rsataman. Xo'p. Demak, ikkinchi qoidaga bo'ldi. Demak, davom etamiz. Ikkinchi qoidani ko'ramiz. Ikkinchi qoidaga nima degan? Ikkinchi qoidaga ko'ramiz. Ikkinchi qoida asosan Pifagor sonlari.
Pifagor sonlari bor. Asosiy Pifagor sonlari. Qarang, mana 3, 4, 5 dedim. 5, 12, 13, 8, 5, 17 Pifagorning asosiy sonlari hisoblanadi. Mana 6, 8, 10 deyishlaringiz ham mumkin. Masalan, har biriga qandaydir n ko'paygan a, n ko'paygan b, n ko'paygan c bo'lsa, mana bu ham Pifagor sonlari bo'ladi. Tushunarli? Pifagor sonlari. Xo'p, bularni nima qilish kerak? Asosiysi eslab qolish kerak. 3, 4, 5. Xo'p, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Ana shuni eslab qolsak bo'ldi. JSga kelmasa, oddiygina hozirgiday a ning kvadrati plus b ning kvadrati gipotenuzning kvadrati deb ishlab ketaveramiz. Endi qaraymiz. 9, birinchi misolga. Bu 12. 9 ga nima ko'payib turibdi? 3 ga bo'lamiz. Ya'ni 3 ko'paytirilgan 3 bo'lib turibdi. Bucha 3 ko'paytirilgan 4. Endi 3, 4 Pifagor sonlaridan mana bu taraf 5. Demak, uni ham 3 ga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, 15. Tushunarli? Endi yozaman. X ning kvadrati nimaga teng? 15 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati. Xo'p, Pifagor sonlariga qaraymiz. Pifagor sonlariga 15 va 15, 8. O'z-o'zidan x-imiz 17 ga teng. Demak, mana bu tomon 17 ga teng. Tushunarli? 17. Xo'p, keyingisiga. Mana bu uchburchak uchun qaraymiz. Uchburchak ABD uchun qaraymiz. Endi qaraymiz. Mana bu 13, bu 5 bo'lsa, Pifagor sonida mana bu tomon 12. Endi qaraymiz. 12 20 bo'lsa. Nima bo'ladi? Mana bu 12 ni 4 ko'paytirilgan 3 deyman. 20 ni 4 ko'paytirilgan 5 deyman. Qaraymiz. 3 mana bu taraf qandaydir y, mana bu tomon 5. O'z-o'zidan bu nimaga teng bo'ladi? 4 ga teng bo'ladi. 4. Demak, bunga yana 4 ko'payadi. Chunki har birini 4 ga ko'paytirdim. Demak, bu 16. Yozaman. 5 plus x'imiz 16 ga teng bo'lsa, x'ni topsak bu yerdan 11 ga teng bo'ladi. Tushunarli? 11. Xo'p, keyingisi. Mana bu 6, bu 10 bo'lsa, bu o'z-o'zidan 8 ga teng. Tamom. Demak, yozamiz. 17, 8. Bu tomon necha sig'a Pifagor sonlarida? 15 sig'a. 17, 8, mana bu opish tomon 15. Endi yozamiz. X plus 6 teng 15. Bu yerdan x'im 9 ga tengligi kelib chiqadi. Demak, 4-savolga ham keldik. Qaraymiz. Mana bu 6, bu taraf 10. Bu o'z-o'zidan Pifagor sonidan 8. Endi qaraymiz. Mana bu 6 bo'lsa, 21 bo'lishi necha yetmayapti bizga? 15 yetmayapti. 15 plus 6 20. Endi qaraymiz. 8, 15, bu taraf o'z-o'zidan Pifagor sonidan 17 ga teng. Tushunarli? 17. Endi qaraymiz. Bizdan so'ragan, xo'p, AD ni so'ragan. Mana bunday qilamiz. AD mana bu turibdi. AD mana bu. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Alohida rangga chizaman. Qaraymiz. BC ni mana bunday ko'chirib olamiz. Mana BC teng bo'lib qoladi bilan. Mana tomon 5. Endi qaraymiz. AB ni mana bu yoqqa tushiraman. AB mana bu yoqqa tushirdim. Mana bu ham 5, mana bu 7. Endi qaraymiz. Mana bu 5. Yana 5, 7. Mana bu tomon opishiga 12. 5, 12 mana bu tomon Pifagor sonlaridan, demak A deymiz. Nimaga teng? 5 ning kvadrati plus 12 ning kvadratiga bo'lsaga bo'ladi. 25 plus 144. Bu 169 ga teng. Bu yerdan A deymiz. 13 ga tengligi kelib chiqadi. Demak, mana bu chizgan kesmamning uzunligi A deymiz. 13 ga teng. Xo'p, AD ning kvadrati 13 ga teng. Endi keyingiga qaraymiz. Keyingisi oddiygina bo'lib qolgan. Demak, bu gipotenuzasi ekan. X teng deyman. 8 ning kvadrati. Xo'p, plus 4 ning kvadrati. Bu bo'ladi 64 plus 16. Xo'p, buni ildizdan chiqargan paytim x'im 4 ildizasi 5 bo'ladi. Yo bo'lmasa nima qilaman? 4 ga mana buni yozaman. 4 ko'paytirilgan 2 deyman. Xo'p, buni 4 ko'paytirilgan 1 deyman.
Endi mana qarang. 1 2. Mana bu tomon o'z-o'zidan nima chiqadi? 4 plus 1. 4 plus 1. Ilzosi 5 mi? Ilzosi 5. Qarang, har birini 4 ga ko'paytirdim, demak uni ham 4 ga ko'paytirsam 4 ilzosi 5 ga teng bo'lib qoldi. Endi bu yer 6, bu yer 8 bo'lsa, bu Pifagor sonlaridan mana bu yer 10. Xo'p, qarang, 5 ga bo'lamiz. Ya'ni mana buni 5 ko'paytirilgan 1 deymiz, buni 5 ko'paygan 2 deymiz. Qarang, 2. Endi 1, bu taraf 2. Shunda x nima aytinglar? X ning kvadrati, ya'ni 5 ta deyman. 5 deb turaylik. Xo'p, 1 ning kvadrati plus 2 ning kvadrati. Nima ayting? Ilzosi 5. Demak, bizga har biriga 5 ko'payib turganini, demak yozaman. X 5 ko'paygan ilzosi 5. Ya'ni 5 ilzosi 5 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, demak, ikkinchi qoida tushunarli bo'ldimi? Ikkinchi qoida. Ikkinchi qoida tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, plyus qoldiringlar. Yaxshi. Demak, ikkinchi qismiga o'tamiz, ya'ni 3-qoida. Xo'p, 3-qoida asosan proyeksiyaga bo'linadi. Proyeksiyani ma'nosi proyeksiya yozib qo'yamiz, soya. 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 Endi qaraymiz. Balandlik ajratgan kesmalar h balandlikning kvadrati ko'paygan a ko'paygan b. Ya'ni u ajratgan kesmalarning kvadrati ko'paytmasining kvadratiga teng bo'lib qoladi. Demak, mana bu x tomonning proyeksiyasi, xo'p, o'zi ajratgan a tomon proyeksiyasi va gipotenuzaning yig'indisi, ya'ni mana bu a plus b ikkitasi yig'indisiga. Xo'p, y ham shunday. B ko'paytirilgan o'zi tomoni va umumiy yig'indiga. Xo'p, ikkita tomonning yig'indisi, ya'ni a ko'paytirilgan, masalan, b desak, yo'q, masalan, c ko'paytirilgan d desak, a plus b ko'paytirilgan h ga teng. Xo'p, bularni qoida davomida ko'rib chiqamiz bitta-bitta. Asosiysi shu, proyeksiyani o'rganib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, qaraymiz. H balandlik ajratgan kesmalar 4 va 9 bo'lsa, balandlik nimaga teng debmiz? O'sha qoidaga ko'ra, h ning kvadrati u ajratgan kesmalarning ko'paytmasiga teng, ya'ni 4 ko'paygan 9 ga. Xo'p, bu 36 ga teng, h bu yerdan necha chiqadi? 6 ga kelib chiqadi. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. X bu 4. Yozaman. O'sha ikkinchi qoida, x ning kvadrati o'zi tushgan tomoni 4 va umumiy gipotenuzaning yig'indisi 4 plus 5. Xo'p, 9 kara 4 bu 36. Demak, x bu yerdan necha chiqadi? 6 ga kelib chiqadi. Demak, x'im 6 ga teng. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. Xo'p, u ajratgan kesmalar demak 6, 8 bo'lsa, mana bu umumiy tomon nechi bo'ladi? Pifagor sonlaridan 10 ga teng bo'ladi. Endi yozaman. 6 ko'paytirilgan 8 nimaga teng? H ko'paytirilgan 10. Ya'ni oxirgi ishlatgan qoidamiz. Bu yerdan 48 teng 10 ta h ga, h teng 4,8. Ya'ni ikkita tomonning ko'paytmasi, balandlik ko'paygan gipotenuza deb yozib qo'yaylik, umumiysiga teng. Xo'p, keyingi qoidamizni ko'ramiz. Xo'p, 12 5 bo'lsa, mana bu tomon opsiga necha bo'ladi? 13. Pifagor sonlaridan 13. Endi hozir qoidani qo'llaymiz. 5 ning kvadrati nimaga teng? X ko'paytirilgan 13 ga. Ya'ni o'sha tomon va umumiy uzunligining ko'paytmasiga, ya'ni mana bu qoida. Ikkinchi qoidamiz. Bu yerdan x ni topsam, 25 teng x ko'paytirilgan 13, x teng 25 taqsim 13. Tushunarli? X ham 25 taqsim 13 ga teng. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. Xo'p, bu 4, bu 2 bo'lsa, mana bu uchburchak
birinchi A, xo'p, B, C. Shu uchun qaraymiz. Xo'p, 4 ning kvadrati, mana buning balandligining kvadrati, 4 ning kvadrati. Hozir bu yerda balandlik bo'lib turibdi bu. 2 ta A ga teng. 2 ta A ga teng. Mana bu 2 ta bir-biriga teng. 2 ta A ga teng. Demak, 16 teng 2 ta A bo'lsa, A necha chiqadi? 8. 8 demak, mana bu taraf 8 ga teng. Xo'p. Mana bu 4, bu 8, x ni toping deb o'sha qoidamizni qo'llaymiz. 3 burchak ABD uchun. Xo'p, 8 ning kvadrati nimaga teng? 4 ko'paytirilgan x ga teng. Bu yerdan 64 teng 4x ga x teng 16 ga kelib chiqadi. Mana bu 16 ga teng. Xo'p, keyingisi. Xo'p, nechinchisiga keldik? 6. 6, xo'p. 3, bu 9. Demak, mana bu yerdan bitta balandlik to'g'risi tushiramiz. Bu balandlik bo'lib qoladi. Chunki mana bu mediana tushgan tomon teng nisbatga bo'lingani uchun. Endi mana bu bundayroq chiqadi, mana bu qiyshiqroq bo'lib qoldi. Mana bu bilan bir xil. Endi qaraymiz. H ning kvadrati nimaga teng? 3 ko'paygan 9 ga teng. Xo'p, bu ilzosida 27, ya'ni xo'p, 9 kara 3 desak, 3 ilzosida 3 bo'ladi. Endi yozaman. 3 x ning kvadrati, mana bu opish tomondan aytyapman. X ning kvadrati xo'p, teng 3 ilzosi 3 ning kvadratiga plus nimani qo'shgandagi 3 ning kvadratini. Ya'ni mana buni topaman. Mana bu 3 ilzosida 3 bo'ldi. Endi bu yerdan x teng 27 plus 9. Bu ilzosi 36 bo'ladi. Bundan 6 ildiz chiqadi. Xo'p, 7-siga hozir bu yerda nima bo'lib qolyapti, demak. Mana buni balandlik ekanligini isbotlaymiz. O'zi bu balandlik BD ning. Qarang, BD ning kvadrati xo'p, AD ko'paygan DC ga teng. Bu balandlik bo'lishini isbot. Demak, mana 90 gradusda tushgan. Tushunarlimi? 90 gradus bo'ladi. Yozamiz. Xo'p, x ning kvadrati nimaga teng? 1 ning kvadrati plus 2 ning kvadratiga. Bu yerdan x teng chiqadi 1 plus 4. Bu ilzosida 5 ga teng. Demak, mana bu tomonimiz ilzosida 5 ga teng. Xo'p. 3-qoida tushunarlimi? 3-qoida. 3-qoidani tushunarli bo'ldimi? Plus qoldiringlar. Agar tushunmagan misollar bo'lsa, yana o'shani qaytib ko'ramiz. 3-qoida. Aha, demak hammaga tushunarli. Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi 4-qoida. 4-qoida qaraymiz. 30 gradus qarshisidagi tomon bo'lsa, 30 gradus qarshisidagi tomon bo'lsa, u gipotenuzaning 2x ga teng, ya'ni 2 marta katta gipotenuza. Ya'ni qanday qoida kelib chiqadi? C teng A taqsim 2. Ya'ni 2 ta C'miz A ga teng bo'lib qoladi, ya'ni mana bunga teng bo'lib qoladi. Xo'p, 60 gradus ostida bo'lsa esa bu x ilzosi 3 bo'lib qoladi. Demak, misollarga o'tsak, xo'p, bu 30 bo'lsa, mana bu 90. Bu o'z-o'zidan 60 gradus. Endi qaraymiz. olti. 60 gradus qarshilik tomon nima bo'lardi? 6 ilzosida 3 bo'lardi. Mana bu ilzosi 3 marta katta bo'lsa, bu 6 ilzosi 3 bo'lardi. Endi yozaman. Y ning kvadrati nimaga teng? 6 ilzosi 3 ning kvadrati plus 6 ning kvadratiga. Buni hisoblasam, xo'p, 36 kara 3. Ya'ni 144 bilan 36 ni qo'shsam, y bu yerga 12 ga tenglik kelib chiqadi. Demak, mana bu tomon 12 ga teng. Hop, keyingisi ikkinchisi. Bu 12, bu 30, mana bu 60.
60 gradus qarsak tomon x dan ilzosi 3 marta katta bo'ladi, shundaymi? Demak, buni topishni nima qilamiz? Teng 12 ga. Ilzosi 3 ga bo'lamiz. 12 taqsim ilzosi 3. Buni nima deymiz? 12 ilzosi 3 taqsim ilzosi 3 ko'paygan ilzosi 3. Xo'p. 12 ilzosi 3 taqsim 3 bo'ladi. 12 bilan 3 qisqarsa bu yerda 4 qoladi. Demak, 4 ilzosi 3 chiqadi. Mana bu taraf 4 ilzosi 3 mana bu x. Demak, 12 ning kvadrati plus 4 ilzosi 3 ning kvadrati mana x ning kvadratiga. Bu yerda x ni topib qo'ysam 8. Xo'p, 8 ilzosi 3 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, keyinsa bu 30 bo'lsa, mana bu o'z-o'zidan necha chiqadi? 60. Endi 30 gradus qarsak tomon gipotenuzani aytdik. Demak, bu nima chiqadi? 6 teng 2 ta x ga. X bu yerdan 3 chiqadi. Demak, mana bu yer 3. Xo'p, 3 4 bo'lsa, mana Pifagordan 5 chiqadi. Demak, bu 5 ga teng. Xo'p, keyingisi 60 60 ga teng. Xo'p, bitta balandlik tushiramiz. Balandlik tushiramiz. Mana bu yer 30 bo'ladi. 30 30 gradus bo'lgan 2 ta x 8 ga teng, x bu yerdan 4. Demak, mana bu yer 4. 60 gradus bo'lgan ilzosi 3 marta katta. Demak, nima qilaman? 4 ga ilzosi 3 ni ko'paytiraman. Bu 4 ilzosi 3 bo'ladi. Endi mana bu 1. Umumiy opshiga 5 edi. Hadi ketdik. Yozamiz. X teng 13 ning kvadrati minus 4 ilzosi 3 ning kvadratidan. Buni soddalashtirsam, xo'p, 225 chiqadi. X bu yerdan 15 taga kelib chiqadi. Ya'ni bu tomon 4, bu tomon xo'p 13 Pifagordan. Xo'p, bunga ham shunday bitta balandlik tushiramiz. H balandlik tushdi. Endi qaraymiz. Mana bu 60 bo'lsa, bu 30. Demak, bu 30 gradusligidan mana 8 bo'lsa, bizga bu tomon 4 ga teng. Mana bu 4 ga teng. 8 4 bo'lsa, bu yerdan balandlik 4 ilzosi 3. 4 ilzosi 3 hozirgi qoida. 5 bo'lsa, mana bu endi 1 bo'ladi. Yozaman. X ning kvadrati nimaga teng? 4 ilzosi 3 ning kvadrati plus 1 ning kvadratiga. Endi yozamiz. X teng ilzosida 48 plus 1. Bu nimaga teng? Ilzosida 49 ga. Xo'p, bu yerdan 7 chiqadi javobimiz. Xo'p, keyingisiga o'tmas burchakka balandlik tashqi tomondan tushadi. Tashqi tomondan balandlik tushiramiz. H balandlik. Xo'p, bu 120 bo'lgan, mana bu 60 bo'ladi. Xo'p, mana bu yer 30 gradus. Endi 30 gradus. Xo'p, mana bu 4 bo'lsa, bu 30 gradus qarshisida bo'lgan, mana bu 2 bo'ladi. 2. Hop, 60 bo'lgan, bu ilzosi 3 marta katta, bu 2 ilzosi 3. Demak, x ni topamiz. Uchburchak BAD. BAD. Yozaman. X ning kvadrati teng 4 ning kvadrati plus 2 ilzosi 3 ning kvadratiga. Demak, bu yerdan x chiqadi, ilzosida 16 plus 12. Bu ilzosida 28. Bu 2 ilzosida 7 ga teng. Keyingisi ham shunday. Demak, bitta balandlik tushiramiz. Tashqi tomondan tushdi. H balandlik. Mana bu qanday 7 deb turaman. Xo'p, bu 150 bo'lgan, mana bu taraf 30. Mana bu yer 60. Yozamiz. Xo'p, bu 4 ilzosi 3 bo'lsa, mana bu 2 ilzosi 3. Bu 2 ilzosi 3ligidan mana bu yer necha chiqadi? Ilzosi 3 marta katta, ya'ni 2 ilzosi 3
ko'paygan ildizosi 3. Bu 6 chiqadi, mana bu yer 6 ekan demak. Endi yozamiz. X ning kvadrati teng 7 ning kvadrati, ya'ni mana bu tomonning yig'indisi plus 2 ildizosi 3 ning kvadrati. Xo'p, bu yerda ildizosida 49 plus 12. Bu ildizosida 61 ga teng. Xo'p. 4-qoidani tushunarli bo'ldimi? 4-qoida. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, plus qoldiringlar 4-qoida. Demak, keyinchisiga o'tamiz. Xo'p. 5-qoidaga o'tamiz endi. 5-qoidada ikkita tomoni 45 bo'lsa, agar teng bo'lsa, bu ikkita tomoni ham teng bo'ladi. Mos burchaklar teng bo'ladi. Mana bu tomon esa x ildizosi 2 bo'ladi. Misollarni ko'rsak, masalan, mana bu taraf 45. Mana bu yer ham o'z-o'zidan 45 ga kelib chiqadi. 90 ga 180 bo'ladi uch burchaklar yig'indisi. Demak, bu tomon nechga teng bo'ladi? 6 ga teng. 6 ga teng. Endi 45 gradus qarshi tomon ildizosi 2 marta katta, bu 6 ildizosida 2 bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu 45 bo'lsa, mana bu ham 45. 45 gradus. Endi aytdik, 45 gradusli tomon, 45 gradusli tomon ildizosi 2 marta katta, demak yozaman. Ildizosi 2 ta x 8 ga teng. X bu yerdan 8 taqsim ildizosi 2. Xo'p, buni soddalashtirsak, 8 ildizosi 2 taqsim ildizosi 2 ko'paygan ildizosi 2. Bu xo'p, 8 ildizosi 2 taqsim 4. Bu bizga 2, bizga 4 ildizosi 2 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Bu 45. Bu ham 45. Bu 8 ildizosi 2 bo'lsa, mana bu ikkita tomon nima bo'ladi? 8 dan bo'ladi. Chunki 45 gradusli bo'lgani uchun. Endi mana bu yer 8, bu yer 6 bo'lsa, Pifagordan mana bu tomon 10 ga tengiga kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi bitta tortamiz. Hozirgidek balandlik. Tashqi tomondan tushdi. Endi bu yer 135 bo'lsa, 180 yetmasligi uchun 45 kerak bo'ladi. 45. Mana bu yer ham 45 ga teng bo'lib qoladi. Endi bu 6 ildizosi 2 bo'lsa, mana bu taraf 6. Bu ham 6. Yozaman. X ning kvadrati nima teng? 6 ning kvadrati plus mana bu ikkita tomonning yig'indisi, ya'ni 8 ning kvadrati. Bu yerdan x ning 50 ga kelib chiqadi. Keyingisini bu ham xuddi shunday, mana tortamiz. Mana buni 7 turamiz. Mana bu yer 135, bunga tashqisi 45. Mana bu yer ham 45 bo'ladi. Bu 90. Xo'p. 5 ildizosi 2 bo'liki, mana bu taraf 5 bo'ladi. Endi yozaman. 5, mana bu tarafni y deb tursam, 5, 13, mana bu taraf 12. 5 plus x nima teng? 12 ga. Bu yerdan x'imiz 7 ga teng kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi 30, 45 bo'lib turibdi. Demak, bitta balandlik tushiramiz. Bunga 90 gradus. Endi nima bo'ladi? Bu 45. Bu 45 teng. Bu x turibdi. o'n ikki bo'ldiki, mana bu 6. 30 grad qarsamon gipotenuzaga yarim teng. Bu 6 ildizosi 3. Xo'p, bu tomon 6. Mana bu 6 45 gradusli bo'lgani uchun ikkita tomon teng. Teng tomon. Endi 6 mana bu 30 grad qarshisida turibdi. Mana bu gipotenuzamiz. Mana bu 30 grad qarshisidagi tomon gipotenuzadan 2 marta katta bo'lishi kerak. Demak, nima deyapman? Ikkita x'im 12 ga teng desam, x bu yerdan 6 chiqadi. Mana bu 6 ga. Demak, x'im nima teng? Mana bu hammasini yig'indisiga. Demak, yozaman. 6 ildizosi 3 plus 6 ni yig'indisiga teng bo'lib qolar ekan tomoni. Xo'p, keyingisiga ham xuddi shunday balandlik tushiramiz. H. Endi qaramiz. Mana bu yer x, bu yer 20. 20. Xo'p, bu
10 ilzosi 2 ekan. Mana bu taraf nima chiqadi? 10, mana bu ham 10 chiqadi. Bu 10 bo'lsa, bu 10 mi? Mana bu taraf 10 qoldi. Ya'ni 20 minus 10 bo'ldida bitta tomonga ajraldi. Bu yerda 10 qoldi. Xo'p, 10 bo'lsa bu 10 ilzosida 2 chiqadi. Pifagordan. Demak, 5-qoidani tushunarli bo'ldimi? 5-qoida. Beshinchi qoida tushunarlimi? Pils qoldiringlar, agar tushunarli bo'lmasa qayta ko'ramiz. 5-qoidamiz. Pils. Xo'p, kimdir gapirmoqchi? Aha. Bemalol gapiravering. Assalomu alaykum. Gapirishingiz mumkin. Demak, keyingisiga o'tamiz, savol bo'lmasa. 6-qoida. 6-qoidada qaraymiz. 75, 15. Bu taraf 90 gradus. 90. Endi qaraymiz. 15 gradus qarsak tomon K bo'lsa, 75 gradus qarsak tomon K ko'paytirilgan 2 pils ilzosi 3 ga teng bo'ladi. Bu qoida hisob qilamiz, ya'ni misol shartnomaga ko'rib ketaveramiz. Agar ikkita burchagi 15 va 75 balandlik h bo'lsa, BC tomonimiz 4 ta h ga teng bo'lib qoladi. Tushunarli? Bu ham formula hisob qilamiz. Masalan, qaraymiz. Mana bu 15, bu 90. 90 minus 15 bo'ladi. Bu gradus, bu 75. Mana bu 75 gradus. Endi qaraymiz. 15, 75. Balandlik 8 bo'lsa, x nimaga teng edi? X'imiz 4 ta h ga teng edi. Bu yerdan 4 ko'paygan 8 nimaga teng? 32 bo'ladi. Keyingisi. Bu yer 15, mana bu taraf 75. Endi yozamiz. 2 x'im 4 ko'paygan 2x mana bunga teng. 7x plus 4 ga. Bu yerdan 8x teng 7x plus 4. X teng 4 gradusga kelib chiqadi. Xo'p. Mana bu. Bu 15, bu 75. Mana bu qoidani qo'llaymiz. 75 gradus qarsak tomon, ya'ni 4 ko'paygan 2 pils ilzosi 3 nima teng? X ga teng. Bu yerdan x ni topsak 8 plus 4 ilzosi 3. Tushunarli? 4 ilzosi 3. Keyingisiga qaraymiz. Xo'p, bu 45, bu 15. Mana tashqi burchagi 60 bo'ladi. Endi bu 60 bo'lsa, mana bu yer o'z-o'zidan 30. 30 bo'ldiki, mana bu 75 ga kelib chiqadi. Endi yozamiz. Uchburchak ABC. Uchburchak ABC. Aytdim, C tomoni 4 ta h ga teng dedim. Demak, yozaman. Bu 10 bo'lsa, mana bu 5 ga teng. 30 da mana bu xo'p, 100 minus 25 bo'ladi. Bu 5 ilzosi 3 bo'ladi. Bu h ga teng bo'ladi. 4 ko'paygan 5 ilzosi 3 nimaga teng? 20 ilzosi 3 bo'lib qoladi. Ya'ni qaraymiz. 30 gradus qarsak tomon mana bu turibdi. X turibdi. Demak, gipotenuza 10 ga teng. 10 teng 2x deyman. X bu yerdan 5 chiqadi. Mana bu yer 5. Bu 5 bo'lsa 100 minus 25 75 ga teng. 75 nima deymiz? 25 kara 3 desak, bu hop 5 ilzosi 3 ga teng bo'lib qoladi. Bu h ga teng bo'ladi umumiy uchburchakda. Xo'p, keyingisi. Bu 15. Bunisi nima bo'ladi? 75 bo'ladi. Endi bu 75likda mana bu 75 chiqadi. Xo'p, qarang, mana bu 75, bu 75, bu x bo'lsa, mana bu ham x. Bu ham x ga teng bo'ladi. Ya'ni mana umumiy tomon 2x ga teng. 2x ga teng. Menga aytibdi, AC 12 ga teng deyapti mana umumiy tomon. Nima yozaman? 2x ham 12 ga teng bo'lsa, x nimaga teng bo'ladi bizga? 6 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. AC 4.
BCD 30. BCD 30. Mana bu 30. Demak, mana bu 15 bo'lgan. Xo'p, bu 90. Mana bu 60. Xo'p, bu 60. Xo'p, bu tomonni topishim kerak. Xo'p, qoida bo'yicha yozamiz. Uchburchak BCA. Nimaga teng endi bizga? Uchburchak BCA. Ya'ni 4 ko'paytirilgan 4 bo'lib qoladi. Tengligidan bu 16 chiqadi. 16. Xo'p, BC tomon 16 ekan umumiy BC. Endi x ni topamiz. Aytdik 15 gradusda turdi, keyin ildizosi 3 marta katta bo'ladi. Ildizosi 3. Bu yerda 4 tadan turibdi. Demak 4 ni ko'paytiraman. Yozaman. X teng deyman. 4 ko'paygan 2 ildizosi 3. Bu yerdan 8 ildizosi 3 chiqadi. Ya'ni 4 ta. Mana bu 4 ta. Bu 4. X ko'paytiraman 2 ildizosi 3. Ya'ni mana bu 4 16 bo'lgan, bu 8. Mana 8 ga kelib chiqadi. Xo'p, keyingiga qaraymiz. DBC 15, DBC. Mana bu 15. Bu ham 15. Xo'p. Bu 75. Xo'p, bu ham 75 bo'ladi. Endi yozamiz. Mana bu berib qo'ygan o'zi 6 umumiy. 6 bu. Bu ham 6. 75 ligidan teng bo'ldi. X nimaga tengdi? Uchburchak BDC da. X'im BC ni 4 tasiga teng. Ya'ni balandligim 4 ta. Xo'p, hashim S tomonga teng edi-ku. Xuddi mana shundan foydalanyapman. Ya'ni 4 ga bo'ladim. Demak, BC 6 bo'lsa, 6 ni 4 ga bo'lamiz. Bu bizga 3 taqsim 2 ligini beradi. Demak, 6-qoidamiz tushunarli bo'ldimi? 6-qoida. Oltinchi qoida tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Xo'p, demak, 7-chi qoida. Xo'p, 22,5 burchak tomonda turganini K desak, xo'p, 67,5 tomondagi turgani K ko'paygan 1 plus ildizosi 2 ga teng bo'lar ekan. Bu ham eslab qolamiz. Xo'p, keyingisi 45 dan bo'lgani uchun bu K bo'lsa, bu K ildizosi 2 bo'ladi. Keyingisi, agar balandligimiz h bo'lib, ikkita tomoni 22,5 va 67,5 bo'lsa, BC tomonimiz 2 ildizosi 2 h ga teng bo'lar ekan. 2 ildizosi 2 h ga. Demak, yozamiz. Birinchisi. Xo'p, mana bu 22,5 bo'lsa, mana bu nima chiqadi? 2 ni yig'insa, ya'ni 45. Ikkita ichki burchagimiz tashqisiga teng. Xo'p, bu 45ligida mana bu ham 45ligiga kelib chiqadi. Xo'p, bu 4 bo'lsa, mana bu ham 4. Demak, bundan aytamizki, x'im 4 taqsim ildizosi 2. Bu nima teng? 2 ildizosi 2 ga teng bo'lib qoladi. Qoida bo'yicha. Xo'p, 30 bu 22,5. Xo'p, bitta balandlik tushirsa nima bo'ladi bu yerda? Mana bu necha gradus bo'ladi? 67,5 bo'ladi. 67,5. Xo'p, bu tomoni 3, 30 gradusda turgani uchun 3. Bu esa 3 ildizosi 3 bo'ladi. Ya'ni 6 ning kvadrati minus 3 ning kvadrati bo'ldi. Endi 22,5 qarshisidagi turgan tomon 67 gradus qarshisidagi tomon bu K bo'lsa, ya'ni K 3 ga teng. Bu esa ildizosi 3 ko'paytirilgan ildizosi 2 plus 1 ga teng bo'ladi. Demak, BC tomon hammasining yig'indisi. 3 ildizosi 3 plus 3 ildizosi 2 plus 3 ga teng bo'lib qoladi BC'miz. Xo'p. Uchinchisi
Uchinchisiga qaraymiz. Xo'p, uchinchisiga nima qilamiz? Bu yerda tushiramiz balandlik. Tushdik. Xo'p. 112,5 bo'lgan, xo'p 22 bo'lsa, bu 67,5 qoladi, shuni 67. Mana bunday tortsak. Xo'p. Bu 45. 45 bo'lib qoladi. Xo'p, mana bu 4ligidan bu 2 ilzosi 2. Bu ilzosi 2. Endi mana bu taraf ham 2 ilzosi 2 bo'lib qoladi. 2 ilzosi 2. Endi yozaman mana bu uchun. Xo'p, mana bu ham 2 ilzosi 2. Endi 22,5 17,5 turibdi. Mana bu tomonni x deymiz. Ilzosi 2. 2 ilzosi 2 plus x ko'paytiramiz. Ilzosi 2 plus 1ni. Ilzosi 2 plus 1ni teng bo'ladi shu 4 ta ilzosi 2. 4 ta ilzosi 2 plus 6 ga. 4 ta ilzosi plus. Endi nima qilamiz? Ochib chiqamiz. 4 plus 2 ilzosi 2 plus x ilzosi 2. Xo'p, plus x teng bo'ladi 4 ilzosi 2 plus 6 ga. Buni soddalashtiramiz. Demak, x ni bir tarafga olib qo'ysak, ilzosi 2 plus 1 bilan qolishdi. Bu teng bo'ladi. Xo'p, soddalashtirsam 2 ilzosi 2 plus 2 ga. Xo'p, ilzosi 2 ni chiqarsam, ilzosi 2 plus 1 qoladi deb qolishdi. Mablag' qisqarib ketsa, x ni bu yerdan 2 ga kelib chiqadi. Demak, bu yerda x 2 ga teng ekan. Xo'p, keyingisiga bu taraf 16, bu x bo'lsa yozamiz. 16 nimaga teng edi? Xo'p, 2 x ko'paytirilgan 2 ilzosi 2 balandlik hosilasi. Bu yerdan x'imiz 4 ilzosi 2 chiqadi. Keyingisi. Xo'p, mana bu 4 plus 2 ilzosi 2. Mana bu x so'ragan va 67, bu 22,5 qarshisida turibdi, yozamiz. X ko'paygan ilzosi 2 plus 1 teng bo'ladi 4 plus 2 ilzosi 2 ga. Ya'ni 4 plus 2 ilzosi 2. Bu yerdan 2 ni chiqarsam, xo'p, 2 plus ilzosi 2. 2 ilzosi 2 ni chiqaraylik. Hozir adashib ketdik. 2 ilzosi 2 chiqsa, nima qoladi? Qarsa ilzosi 2 plus 1 qoladi. Mablag' qisqaradi. X'im 2 ilzosi 2 chiqadi. Xo'p, keyingisi 6-chisida nima qilamiz? 6da. Xo'p. Mana bu yer 15 bo'lsa, mana bu yer 75. Bu 22,5. Mana bu yer 17,5 qoladi burchak. Xo'p, bu ilzosi 2. BC deyman, BC. BC nimaga teng edi? Xo'p, 2 ilzosi 2 ko'paytirilgan 2. Bu 4 ilzosi 2 ga teng. Shuni 4 ilzosi 2. Ilzosi 2 bu 4 ga teng bo'lib qoladi. 4 ga. Endi BC nimaga teng edi? BC'miz ana 15 75 bo'lganda FC ko'paytirilgan 4 edi. Endi qo'yaman o'rniga. 4 teng FS ko'paygan 4, bu yerdan FS teng 1 liga kelib chiqadi. Ya'ni bu 75, bu 15 bo'lsa, H nimaga teng edi? 4x ga teng deb oldim. Demak, bu qoidani tushunarli bo'ldimi? 7-si. 7-si. Keyingisiga o'tamiz. Tushunarli bo'lmasa, to'xtaymiz. Aha, 7-si. 8. Qaraymiz, 30 bo'lsa, 3-misol. Qaraymiz, 3-misol bo'lsa, boshdan ishlaymiz. Biz eng ko'p o'quvchilarimiz shunga adashadi.
Qarang, mana bunda tushiramiz. Balali tushirdik. Va tushdi. Endi mana o'zi 112,5 edi. Mana bu yoq 22,5 esa, mana bu 67,5 qoladi. 67,5. Endi mana bundan bungacha 4 tortaman. Mana bu 45 bo'lib qoladi. Endi bu 4ligida mana bu 232 chiqadi. 45 gradus tomon bo'lgandan keyin. Xo'p, mana bu yer 45, mana bu yer 45 gradus. Endi yo'q, mana bu yer 232 mi? Mana bu tarafga teng. 232. Mana bu yer nima qoladi? 232 esa 432 plus 6 qoladi. Mana bu umumiy bo'lish uchun 432 plus 6 yetishmaydi. Endi men yozaman. 232 plus x. Mana bu yer x da, endi mana buni topishim kerak. X. Endi ko'paytiraman. 232 plus 1 ni 232 plus 1 ni tenglayman 432 plus 6 ga. Endi mana bu ham 232 yozib qo'yaylik. Endi buni ochib chiqamiz. Nima bo'ladi? 4 plus 232 plus x 232 plus x teng 4 plus 6. Endi buni soddalashtirsam, 232 ni olib chiqsam, x olib chiqaylik, 232 plus 1 qoladi. Endi xo'p, teng deyman, soddalashtiramiz bu tarafini. 232 2 qoladi. Yani birdan hisoblab ketyapti. 2 ni olib chiqsam 232 plus 1 qoladi qolsa. Bular qisqarib ketadi. X'im 2 ga tenglik kelib chiqadi. Ya'ni mana bu yerda x'imiz 2 ga teng. Bo'lim tushunarli bo'ldimi endi? Tushundingizmi endi? Aha, demak tushunarli bo'lgan bo'lsa davom etamiz. Endi 8-qoidamizga qaraymiz. Ikkita tomon 30 bo'lsa, bu teng tomonli uchburchak. Teng tomonli. Ikkita yon tomoni teng. Xo'p, bu x dan bo'lsa, bu tomoni x 3 bo'ladi. Keyingisiga qaraymiz. 120 mana bu yer nima bo'ladi? 30 gradus bo'ladi. 185 30 yozaman. X 3 nimaga teng? 6 3 ga. Xo'p, 3 dan qisqarsa x bu yerdan 6 ligi kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi 30 15. 30 15. Bu to'g'ri kelmashi uchun bitta balali tushiramiz. Xo'p, bu 75. Shuni o'zi umumiy 135 bo'lishi kerak. Bu 75. Endi mana bu 60. Mana bu 135 bo'lishi uchun. Mana bu 6 bo'lsa, mana bu necha chiqadi? 30 gradusda bo'lgan. 3 chiqadi. Bu tomon esa 3 chiqadi. Endi yozaman. Mana bu 3 bo'lsa 15 gradus qarshi tomon to'g'ri 2 plus 3 2 plus 3 ko'paygan 3 bo'ladi. 3-qoidasiga ko'ra. Endi BC ni so'raganimizda x ni so'rabdi, ya'ni hammasining nimasi teng bo'ladi. 3 plus 6 plus 3. Bu bilan 6 plus 6. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. Xo'p, mana bitta tortamiz. Tortsak nima bo'ladi? 120, mana bu 30. 32dan. Endi xo'p, bu 9. Mana bu tortsak, balali tushirsak, h. Mana bu x ga teng bo'lsa. Mana bu 60. 60 gradus. Xo'p, mana bu necha qolibdi? 30. Xo'p, mana bu 9 bo'lsa nima bo'ladi? X edi. Mana bu 2x edi. 9 minus 2x. Mana bu umumiy 9 bo'lishi uchun. Bu tomon ham bunga teng. Bu ham 9 minus 2x. Xo'p, mana bu qoida bo'yicha 3 9 minus 2x. 9 minus 2x. Mana buni. Xo'p, bu 6 bu x 3 bo'ladi. Endi yozaman. 3 ni 9 minus 2x deyman, ko'paytiraman. Plus x 3 deyman.
Bu teng 6 ildiz 3 ga. Endi soddalashtiramiz. 9 ildiz 3 minus 2 ildiz 3 da x plus x ildiz 3 teng 6 ildiz 3 ga. Xo'p, buni soddalashtirsak 3 ildiz 3 teng nima bo'ladi? Ildiz 3 da x ga teng chiqadi. Bu yerdan ildiz 3 da ketsa ximiz 3 ga tengligi kelib chiqadi. X demak 3 ekan. Xo'p, 4-inchisi 15. Mana bu yer 30. Mana bu yer ham nima bo'ladi? 30 bo'ladi. Endi qaraymiz, bu 6. Bu ham 6, mana bu taraf ham 6 lik kelib chiqadi. Endi nima edi? X'im 6 ildiz 3 edi. Ya'ni ikkita tomon x bo'lib, burchaklari 30 ham bo'lsa, pastki tomoni 6 ildiz 3 bo'ladi. Keyingisiga 3 burchak ABC, ya'ni perimetrni so'ragandim buni. Shunday ekan. X topish so'rabdi. Demak, 2x ildiz 3, bu x plus 1, bu ham x plus 1 ga teng bo'lib qoladi. Endi yozamiz. X plus 1 ni ildiz 3 ga ko'paytiraman. Nima chiqadi? 2 ko'paytirilgan x ko'paygan ildiz 3 ga. Ildiz 3 dan qisqarsa, x plus 1 ham 2 ta x ga teng. Bu yerdan x'im 1 chiqadi. X 1 chiqadi. Endi P ABC. Yozsam, 1 ni qo'yaman. 2x plus 2 plus 2 ildiz 3 x bo'ldi. Xo'p, 2 plus 2 ildiz 3. Bizga 4 plus 2 ildiz 3 ga teng bo'ladi. 3 burchakning perimetri. Xo'p, 6-inchisi. Mana bu 24, bu 30, bu 96. Xo'p, mana bu ikkani yig'indisi mana bunga teng. Bu nima bo'ladi? 120 bo'ladi. Bu 120 bo'larkan, mana bu 30 bo'ladi. Endi yozamiz. X ko'paytirilgan ildiz 3 nimaga teng? 12 ga teng. X ning bu yerdan 12 taqsim ildiz 3 bo'ladi. Bu 12 ildiz 3 taqsim ildiz 3 ko'paygan ildiz 3. Demak, bu 12 ildiz 3 taqsim 3 bo'ladi. Bu qisqarsa 4 bo'ladi. Bu yerdan 4 ildiz 3 chiqadi. Xo'p. 8-qoida tushunarli bo'ldimi? 8-qoida. 8-qoida tushunarli bo'ldimi? Xo'p, 8-qoida tushunarli bo'lgan bo'lsa, 9 ga o'tamiz. Demak, 8-qoida. Xo'p, 8-qoida. Demak, qaraymiz. Demak, davomini ko'rsak, xo'p, 8-qoidadan keyin boshqa misolga adashmasam. Bu yerda sizlar uchun vazifalar to'g'ri burchak uchburchak uchun test bergan 4 ta ishlab ko'ringlar. Aniq darajalarini oshiradigan misollar. Xo'p, har birini ishlab chiqsangiz, hozir PDF faylini saqlab qo'yaman. Videosini ham kira olmaganlar uchun tashlab beraman. Bemalol kirishlari mumkin.